Ba'zan serialning eng qo'rqinchli lahzasi baland janjalda emas, balki hamma narsa joyiga tushgandek ko'ringan osoyishtalik ichida yashirinadi. Chunki aynan shunday paytda taqdir odamni eng og'ir sinovga olib kiradi. Shu qism ham xuddi shunday hissiyot bilan urdi. Bir tomonda yarashuv, duo, to'y, yangi hayot, yangi tug'ilishlar, qaytib kelgan mehr, ikkinchi tomonda esa ich-ichidan chiriyotgan xiyonat, sukutda pishayotgan hisob-kitob va yuziga tabassum tutib kirib kelayotgan xavf. Eng dahshatlisi shundaki, bu safar dushman tashqaridan emas, ko'proq yaqinlar orasidan, ishonch ichidan bosh ko'tarayotgandek tuyuldi. Qism boshidagi og'riq bejiz emas edi. Kimdir o'zini oqlashga urinadi, kimdir esa allaqachon hukm chiqarib bo'lgan. Bu yerda gap faqat bir ayolning taqdiri yoki bir oilaning sha'ni haqida emas. Gap o'tmishda qilingan adolatsizlikning bugun qaytib kelishi haqida ketyapti. Dilnozning yuragi yana bir bor ezildi. Chunki u o'z ona shahriga qaytib kelganda kutib olgan iliq tabassumlar orasida sovuq nigohlar ham bor edi. U o'zini aybdor his qilardi. Garchi ayb umuman unda bo'lmasa ham. Onasi uning oldiga kelib, qo'llarini cho'zganida Dilnozning ko'zlarini yosh bosdi. U yillar davomida ko'tarib kelgan og'irlik bir zumda erib, qalbida iliq bir tuyg'u tarqaldi. "Qizim, men sendan kechirim so'rayman", dedi ona ovozi titrab, "senga qilgan xatolarim uchun." Dilnoz esa boshini chayqab, "Onajon, siz mendan kechirim so'ramang. Men sizni tushunaman", dedi va onasini quchoqlab oldi. Bu lahza shunchaki yarashuv emas, yillar davomida qurigan daryoning qaytadan to'lishi edi. Onaning ko'zlarida pushaymon, qizning ko'zlarida yetim qolgan bolalikning alamli xotiralari yashirinardi. Ikki ayol bir-birini bag'riga bosgancha uzoq yig'ladilar. Uydagi boshqa qarindoshlar bu manzarani sukunat ichida kuzatdilar, chunki ular bu lahzaning muqaddasligini his qilardilar. Ona va qiz o'rtasidagi yarashuv esa bu qismning eng yumshoq, eng achchiq va eng ma'noli chizig'i bo'ldi. Bu yerda gap shunchaki bir-birini kechirish haqida emas. Bu yerda umrning ortga qaytmasligi, bolalikning qaytarib bo'lmasligi, ona yuragidagi pushaymon va qiz yuragidagi yetim qolgan yillar og'rig'i haqida ketdi. Onaning kechikkan mehri ba'zan juda qimmat bo'ladi, lekin baribir bu mehr yetib kelgani o'zi ham katta mo'jiza. Dilnozning ko'zlarida biz nafaqat sog'inchni, balki ichkaridan yillar davomida qotib qolgan muzning erishini ko'rdik. Dilnozning ukasi Azimjon ham bu yarashuvdan ta'sirlanib, singlisining yelkasiga qo'l qo'ydi. "Dilnoz, siz endi bu uyning to'liq a'zosisiz. Hech qachon boshqa joyga ketmang", dedi u. Dilnoz esa jilmayib akasining qo'lini siqdi. U endi o'zini yolg'iz his qilmasdi. Bu uy endi uning uchun haqiqiy uy edi. Aynan shunday sahnalar keyingi voqealar uchun ham juda muhim. Chunki oilasini qayta topgan inson endi ularni yo'qotishdan ikki karra ko'proq qo'rqadi. Menimcha kelajakdagi og'ir qarorlarning birida aynan Dilnozning oilani saqlab qolish istagi uni o'zi kutmagan qurbonlikka majbur qiladi. Uyga kelgan mehmonlar, dasturxon atrofiga yig'ilgan qarindoshlar, non sindirish, duo o'qish marosimi, bularning barchasi bu oilaning qanchalik birlashganligini ko'rsatardi. Bu qismda uy, oila, dasturxon, duo va baraka juda ko'p ko'rsatildi. Bir qarashda bu shunchaki iliq fondek tuyuladi, lekin aslida bu osoyishtalik ichida kelajakdagi bo'ronning alomatlari ham bor edi. Keksa bobo Sodiq Turg'unovich oilaning barcha a'zolarini yig'ib bir gal gapirdi. "Mening farzandlarim, mendan keyin bu oila birligini saqlang. Men sizlarning barchangizni yaxshi ko'raman. Kichik narsalar uchun janjallashmang, bir-biringizga sabr qiling", dedi. Uning so'zlari chuqur ma'no bilan to'la edi. Bobo ko'p yillar davomida bu oilani boshqargan, ko'p sinovlarni boshidan o'tkazgan, lekin hech qachon umidini yo'qotmagan edi. Qarindoshlar bosh irg'ab, boboning so'zlarini hurmat bilan qabul qilishdi. Kichkinagina jiyani Saidjon bobosining yoniga borib, "Bobo, men katta bo'lganimda sizga o'xshagan bo'laman", dedi. Bu so'zlarni eshitgan Sodiq Turg'unovichning ko'zlari porlab ketdi. U bolaning boshini silab, "O'g'lim, meniki bo'lmagil, o'zingniki bo'l, faqat yaxshi inson bo'l", deb duo qildi. Ayniqsa o'tganlar eslanishi, ularga berilgan va'dalar tilga olinishi bejiz emas. Bu serial uzoq vaqtdan beri bitta fikrni aytib keladi. Tiriklar faqat o'z hayoti uchun emas,
o'liklarga bergan so'zlari uchun ham yashaydi. Shuning uchun bu qismdagi osoyishtalikni yakun emas, katta bo'ron oldidan berilgan oxirgi nafas deb qabul qilish kerak. Qismning ikkinchi yarmida esa biznes chizig'i yanada qizib ketdi. Sodiq Turg'unovichning kompaniyasida katta o'zgarishlar bo'layotgan edi. Filiallar ta'miri, eksport, yangi buyurtmalar, katta hamkorlar, chet elliklar bilan qurilayotgan loyiha. Buning barchasi oddiy muvaffaqiyat belgisi emas. Bu kuch markazining kattalashayotganini bildiradi. Ofisda ish jadalligi kun sayin oshib borardi. Yangi xodimlar yollanayotgan, eski xodimlar esa qayta tayyor. Biznes chizigi bilan birga qismning yana bir muhim voqeasi Sardorning yiqilishi edi. Bu hodisa mayda voqeadek ko'rinsa ham, menimcha bu qismning eng sezilmaydigan, lekin eng xavfli belgilaridan biri shu bo'ldi. Sababi, seriallar ko'pincha katta fojiani kichik noqulaylikdan boshlaydi. Sardor Dilnozning o'g'li, hali yosh bola. U uyda hovlida o'ynab yurganida tasodifan sirpanib yiqilib tushdi. Bolaning yig'lash ovozi uydagilarni hovliga chorladi. Dilnoz yugurib kelib bolasini ko'tarib oldi. Sardorjon, nima bo'ldi? Qayering og'riyapti deb so'radi u hayajon bilan. Bolaning tizzasidan qon oqayotgan edi. Dilnozning qo'llari titrar, yuragi tez ura boshladi. Onasi ham yugurib kelib, hammasi joyida, qo'rqma, bu kichik jarohat, tezda tuzalib ketadi dedi. Lekin uning ovozi ham Dilnozga ishonch bermadi. Sardor esa yig'lab, oyog'im og'riyapti onajon dedi. Dilnoz bolasini ko'tarib ichkari olib kirdi. Uning ko'zlarida qo'rquv va tashvish bor edi. Bir bola yiqiladi, hamma bir zum chalg'iydi. Kimdir uyga yuguradi, kimdir ishidan ajraladi, kimdir o'zini aybdor his qiladi. Va mana shu mayda siljishlar katta voqealarning yo'nalishini o'zgartiradi. Dilnoz bolasini yotqizib, yarani yuvish uchun suv va dori-darmon keltirdi. U juda ehtiyotkorlik bilan yarani tozaladi va bog'ladi. Hammasi yaxshi bolam dedi. U o'g'lining boshini silab, ertaga shifokorga boramiz. U senga yaxshiroq qaraydi. Sardor esa onasining qo'lini mahkam ushlab, onajon, men qo'rqdim dedi. Dilnoz bolasini quchoqlab, qo'rqma, men sen bilanman deb taskin berdi. Bu oddiy lahza bo'lsa-da, Dilnozning yuragida qandaydir noaniq xavf hissi paydo bo'ldi. U bolasining sog'lig'i haqida juda qayg'urardi. Ustiga ustak, Nozimaning ahvoli, uning shifokorga borishga majbur bo'lgani, bolalarning yangi chaqaloq haqidagi sodda quvonchi bu oilaning ayni damda juda nozik bosqichda turganini ko'rsatdi. Nozima Sodiq Turg'unovichning kenja qizi. U ham yaqin kunlarda farzandli bo'lishni kutayotgan edi. Uning homiladorlik davri og'ir kechayotgan edi. Shifokorlar doimiy nazoratni tavsiya qilishgan. Nozima ukasi Sardorning yiqilganini eshitib, darhol xonasidan chiqdi. Sardorjon, ahvoling qanday deb so'radi u tashvish bilan. Dilnoz ukasining yuziga qarab, hammasi joyida Nozima, kichik yara, ammo qo'rqitib qo'ydi dedi. Nozima qornini ushlab, Allohim, bolalar shunaqa, bir og'ir, bir yengil deb kuldi. Ammo uning ko'zlarida ham Dilnoznikiga o'xshash tashvish yashiringan edi. Homilador ayollar ko'pincha hamma narsaga ko'proq sezgir bo'lishadi. Ham quvonchga tayyorlanayotgan paytda birgina beparvolik, birgina kechikish, birgina yomon xabar butun uy muvozanatini sindirishi mumkin. Menda juda kuchli ta'ssurot qoldirgan narsa shuki, serial bu chiziqni ataylab juda sokin usulda olib bordi. Odatda eng og'ir zarba aynan shunday jim kiradi. Sardorning yiqilishidan keyin uyda qisqa muddatli sukunat hukm surdi. Bu sukunat ichida har bir oila a'zosi o'zicha o'ylardi. Dilnoz farzandining kelajagi, Nozima tug'ilishi kutilayotgan chaqaloq, Sodiq Turg'unovich esa biznesdagi muammolar haqida. Bu sukunatning og'irligi havoda sezilib turardi. Keyin esa qismning eng yorug' lahzalari boshlanadi. Bu lahza Azimjonning qaytishi. Azimjon Sodiq Turg'unovichning katta o'g'li. U uzoq vaqt davomida xorijda o'qib, endi vatanga qaytgan edi. Uning qaytishi qismning eng yorug', lekin eng ko'p savol tug'dirgan voqeasi bo'ldi. U oddiy yigit bo'lib ketmagan, u orzu va natija bo'lib qaytdi. Azimjon aeroportdan kelganida uni butun oila kutib olgan edi. Onasi ko'z yoshlarini tiyolmay yig'lab yubordi. Otasi Sodiq Turg'unovich esa o'g'lining yelkasiga qo'l qo'yib, "Keldingmi o'g'lim? Keldi-ku" dedi va uning ko'zlari yorishib ketdi. Azimjon otasini quchoqlab, "Keldim ota, men keldim" dedi. Uning formasidagi salobat,
Oilaning unga qaragan nigohlari, faxr, havas, ichki yengillik, bularning hammasi bitta narsani aytdi. Bu uy uzoq kutgan tayanchini topgandek bo'ldi. Azimjon endi yoshi ulg'aygan, mas'uliyatli, o'z hayotini qurishga tayyor yigit bo'lib qaytgandi. Uning qaytishi bilan uyda quvonchli kayfiyat hukm surdi. Lekin ayni mana shu nuqtada xavf ham boshlanadi. Oila Azimjonni baxt, kelajak va davomiylik ramzi sifatida ko'ra boshladi. Demak, endi u faqat o'zi uchun yashay olmaydi. Uning ustiga katta umidlar bog'lanadi va bu umidlar uning yelkasiga og'ir yuk bo'lib tushishi mumkin. Azimjonni ko'rgan Zarina esa qattiq hayajonlandi. Zarina oilaning yaqin tanishlaridan biri. Azimjon bilan bolalikdan birga o'sgan qiz. Uning ko'zlari Azimjonni ko'rgan zahoti porlab ketdi. "Azimjon, sen keldingmi?" deb so'radi u, ovozi quvonchdan titrab. Azimjon ham Zarinani ko'rib jilmayib qo'ydi. "Zarina, sen ham shu yerdasan. Meni kutib olganingga qanchalik xursandman", dedi u. Ikkalasi orasidagi iliq suhbat atrofdagilarga ham ma'lum bo'ldi. Ularning bir-biriga qanday qarab turgani, qanday gaplashgani har bir